Xo'sh, do'stlar, o'tgan safargi video uchun uzr so'rayman. Albatta unga bu safar qatmaydi degan umiddaman. Bu harakat bizni albatta oqlashganim yo'q, turaveradi. Biz esa buni sirlashda boshladik. Bu safargi videoda shuncha harakat qilgandan so'ng tashlagan. Next game deyapti. Sengan joyligi uchun ko'rinmayapti. Qo'shildi deyapti-da. Qo'shil degandan keyin ketdi. Bu la'natli harakat modi kimga kerak bo'lsa, lekin chiroyli harakat modi albatta. Uchta. Nima? Uchta bo'lmaydigan bu. O'zimizning qishloq. Bella, men nima qilib qo'ydim? Buni ichini bo'shataman deb polni setda noto'g'ri beribman-ku. Shuni boshidan qilishga ham azob bo'ladi. Ora-orada videoda kesib tashlaymiz. To'xtatib turamiz do'stlar. O'zing qara. Ham bu yerda men sizni ko'rmayapman. Demak, ko'zingni o'rnida yara bor ekan. Yarang o'rnida. So'zga o'tib lekin so'zni olishmadim. Yarangni o'rnida tering bor ekan. Bu piramida meni o'ldiradi bu kechda. Hozir shu joyda videoga pauza qo'yamiz va aytadigan gaplarimni aytaman. Shu videoni ko'rayotgan barcha odamlarga obuna va like tugmasini bosib qo'yinglar, iltimos do'stlar. Bu biz uchun o'ta ham muhim, katta ahamiyatga ega. Shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling va like bosing. Bo'lmasa men shu yerdan o'zimni tashlayman. Shunchalik baland joydan o'zimni tashlayman va YouTubedan yo'qolib ketaman men. Ha do'stlar. Sizlar obuna bo'lmayotganlarga sherigim hali ham chiday olmasdan hozir mana ketib qoldi. Hech kim obuna bo'lmadi. Men o'zimni tashlayman deb hazillashaman ba'zida. Ular obuna bo'linglar do'stlar. Keyin biz bitta narsaga o'ylanib qoldim. Piramidani qurishga qo'yapman. Nimaga ichini bo'shatishim kerak degan savol qiziqtirib qoldi meni do'stlar. Axir biz oddiy un tashqi ko'rinishini ko'rsatamiz xolos, ichini bo'shatmay qo'yishga qaror qildim men. Shuning uchun do'stlar, ora-orada videoda mana qilib turaman. Xo'p. Nimaga mashinaga? Sherigim esa kelmayapti. O'xshab. Luh. Hozirgina sezib oldim, bu video olinmayotgan ekan. Ancha ko'p ish qilayotganim yo'q mana. Chamasi bu safar kamikamikin deb o'qib qoldim endi. Albatta buni 2 qavatmas 1 qavatdan qilishim kerak edi. Shu mening eng katta xatoyim bo'ldi. Bo'pti, davom ettiraveramiz biz. Men do'stlar shu joyni shunchaki qo'lda qo'yib qo'yishga qaror qildim. Yana bu narsani xato qo'yib yana boshdan qo'yib yurmaslik uchun nima bu blok bo'ldi. Tinchlanamiz. Ichiga qo'yilib ketsa va oxirgi qismi va mana bizning piramida olgan binoyimiz ham bo'ldi. Zo'rodan qarasak sal pal o'xshaydi piramidaga, boshqa efamga o'xshab qoldi bu. Bu safar cho'ta sen yutganga o'xshayapsan. Men o'zimni yutkizgandek his qilyapman. Mayli do'stlar, kommentariyaga kim yutganini yozinglar. To'xtanglar do'stlar. Ikkalamizga ko'rsataman. Aytayotganimdek, wow, ichini qaranglar. Men bunaqa qilmadim ichini aniq. Shekilli. Bu safar kreativlikdan men mahrum bo'laman shekilli. To'g'rimi? Shundan kelish aytdik biz.
Men oldin uyimga kirib olay. Xullas, bugungi video shu bilan tugaydi. Men esa uyimga borishim kerak do'stlar. Xo'sh. Keyingidan mahrum bo'ldim endi men. Uyga borib yotishdan boshlayman yo'q. Hozir albatta bu qishloqlikka saramzonroq qolish kerak. Bu yerda hech narsa emas. Mana uyda o'tashash kerak undan. Bekorchi tekilyapti. Yo'q, kim buni qildi? Amayli, chiroqlarni o'zimga zarari yo'q. Kiyib olaman. Mayli. Sog' bo'linglar va kommentariyga albatta yozinglar. Kim g'olib bo'lganini. Va obuna va like tugmalarini bosishni ham unutmanglar. Nimaga hali ham hech kim obuna va like tugmalarini bosgani yo'q? Hoziroq bosib tashinglar. Men esa bugun galikkadir va yurilishiman.